Xonadoningizga aniq ortuvchalik qilmaydigan Zaf brendidan 10 bittalik dushovoy komplektimiz sotuvga kelgan. Hurmatli mijozlarimiz, narxi 299 ming so'm. To'g'ri internetdagi mashhur 299 minglik dushovoy stayak. Ko'rib chiqamiz komplektda nimalar bor. Bosilmas ekan. Plastik. Biraz. Sandalye çıkıp gittik ya böyle. Mustafa. SMS pa. Rezvaz ketdik mana. O ben siz zaten haberim yok. Nima uchun olish berasiz? Dalaraga. Mana qarang. Bog'laman men. Boraymi? Rezvaz ketdi o'sha. Mana rezvaz ketdi. Nima qilganingiz endi? Uyga ishlataman dedim. İşlash uchun birinchi yig'ishingiz kerak-ku buni. Uyga yig'aydim, nima kerak? İç qaradik. Yig'iladigan joyini joylab qo'yaman. Bu yo'g'ini svarka qilamiz. Yolg'on daldan men yolg'on ko'chmang. Nasıl kasam? Jiba xonami? Chiqib ketaman. Tashu. Tashu skazor bunday. Mas adlar berib beraman. Sigara tarafından kerak.
u boshqa apparatda gapirmoqda. Bana berilgan deyish mumkin. Kamishlarga qo'yib bo'ldi. Foydasi yo'q bo'lmaydi. Xulosangiz bugungi videoda. Xulosa endi ko'rib kommentga o'zlari xulosani yozishadi. Maksimum yeganimiz bu yoq shu bo'ldi. Bu yoq ilm bog'lab bo'lmadi bular. Arzon tovarga o'chmanglar. Sifat bor joyda baribir narx past bo'lmaydi. Material haqida ham ozroq ma'lumot bermasam bo'lmaydi. Bu to'liq plastik. Hech qanaqa bir suvni yumshoq chiqaradigan sandiqlari yo'q uchlarida. Bu nержавейка emasligi aniq. Buni yaqinlashtirib ko'rsatsangiz ham qanaqadir bir alyuminiyga o'xshaydi, juda yumshoq. Sal qush bilan bossa bu sal bukiladigan o'xshab turibdi. Sandiqlarni ham e'tibor bersangiz, ammo boshda bog'layotgan paytimiz yechilib ketdi boshida. Juda yumshoq sandiqlar. Ozroq metal bor qismi, mana shu ikkita qismi, qolgan barcha joyi plastikdan. Mana bu ham metal. Eksentriklar. Mana shu ikkita detali metal. Qolgan barcha detallari plastikdan. Metallar. Haqoratli qismi ishlatilgan, lapkasi ham. Shu, buni ham aytmasam bo'lmasdi. Keyin yechayotgan bunaqa filtri ham tushib ketib qoldi. Buni nima bo'libdi o'zi? Eksentrikni. Ha? Yaxshi emas. Bumi? Bu nimadan yasalganligini bilmadim lekin. Qaysi? Eksentrigi. Juda yengil. Qo'rg'oshinda. Qo'rg'oshin menimcha. Qo'rg'oshin ham og'ir o'ziga. Qo'rg'oshin ham og'ir bo'ladi, lekin Qo'rg'oshin emas, duralimi? Duralaminmi? Magnit bormi ichida? Yo'q. Yopishtirib ko'ring, metal o'zi yopishadi. Alyumin ham yopishmaydi-ku. Nima bilaman? Endi bu bir oy bo'ldi, buni nazorat qilishga harakat qilamiz. Qilamiz, boshqa iloji yo'q, ishlatib bo'lmaydi. Mana bu nomer bor ekan bu yerda. Kamerani yaqinlab qo'ysa. İsmim ham kichkina harf bilan yozganman. Tak, semestr 299 ming, yetkazib berish 35 ming, jami 334 mingga tushdi. Operator Shahnoza 526. Telefon nomeri 33lik 993 92 84. Rakam noto'g'ri berilgan. Iltimos, tekshirib qaytadan bering. Набранный номер не существует. Пожалуйста, проверьте и перезвоните. Da. Nima qilamiz endi bunga? Bergan nomeri xato. Tovar brak chiqdi. Yana boshqadan zakaz qilamiz. Bo'ldi.